unda shunday shu mijozni o'sha o'zimiz bandga holatda ajratiladi. Mijozdan o'sha talab etiladigan birlamchi hujjatlar, mijozning pasporti, yashash joyidan ma'lumotnoma, o'zimiz bandligani bo'yicha ma'lumotnoma va ijtimoiy to'lov zarur. Bunda o'sha ta'minot sifatida jismoniy shaxs kafilligi yoki sug'urta kafilligi bilan ajratiladi. Keyin bizda olmishlarni kiritimiz ham mavjud. Mahalla banki loyihasida o'sha aholi daromadlarini oshirish, aholi daromadlarini oshirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha o'sha olmishlarni kiritimiz mahalla banki, ya'ni loyihasi asosida boshlanadi. O'sha shunday tartibda ajratiladi. O'sha o'zimiz bandlikdan holatda ma'lum chorva yo'nalishi yoki qishloq xo'jaligi yoki boshqa yo'nalish bo'yicha o'sha mahalla banki tomonidan o'sha xonadonga borib